sevgi der ekan, sevgi dilni yer ekan. Qizga mehring berguncha. Da. Sevgi der ekan, sevgi dilni yer ekan. Qizga mehring berguncha, do'stga bag'ring ber ekan. Mana bu shahada yuruvdim. Eskisi yaxshi bo'lganda mani yonimda bo'larmidi deb. Bo'larkan. Da. Solih akam, man taniymanmi? Bilol aka? Anada degan gap bor ekan cho'ta. Ishvotdi bor-ku mani. Yomonroqdi lekin. Shu yerda o'rgandim o'sha anada degan gap. Da. Ta'mirlanma shunda bu Deadpool. Na. Bilan endi aniq esladim kimligini. Ha. Man aytyapman-ku. Ha. O'sha-da, Zeking o'sha. Ha bo'lib yurgandi, Zeking. O'sha ha bo'lib yurgandi, uchta bo'lib yurgandi. Undan keyin Deadpool qo'ydi. O'shami desam, bojam deyapsiz. O'shami? Zekingmi oldin? Ну реально. Kim u? Akam demaydi-da. Anaqa Tamirlan boygilarni akam demaydi Bilol aka. O'sha Zeking o'sha. Yo, nikmas, men просто kuldim ha deb. Akam Alloh ko'rmasmi? Tinch akam tinch. Men bilamanmi profilda Deadpool'da? Ochilgan. To'xtang, bitta ko'rib oling, yangi ochilganmi bu? Lekin men shuni ko'rganman. Men shu ochilgan, yangi ochilgandi o'shanda. Xullas nima bo'lsa ham men miyamga chiqyapti hozir ertalabda. Bilol aka o'zlari tanimayaptilar dedi. Da. Men bittada bildim-da, kirgandan o'sha deb o'yladim, yana ham bilmadim. Meni gumonim ikki kishidan. Potom u ikkinchi kishi anaqada yozmaydi-da. Lotinchada yozmaydi, kirillchada yozadi, короче. Tilim aylanmay qoldi, uyqum kelgandan ko'p mas tortdi.
Tamerlan bor. Toto aka bor. Потом Davidjan bor. Bittasi kim? Mana shu-da bo'lmasam. Ha, mana shu потом. Yana kim bor ekan? Можешь Telegram. Yo'q aka, ishda. Kim u? Ha. Ha, bo'ldi. Adashimman, uzr. Anaqa 300 aka, men sizga boya подписка tashlavdim-da. Anaqa bo'lib ketibdi. Keyin xonatizda qolib ketdim-da, qaytarib oldim. Shunda ashancha qiz bilan gaplashganmisiz, Bilol aka? Bir qizni 4 bo'lganmisiz? Let's go. Hay, xullas, men adashtirdim, uzr asla. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bobur aka, sizmisiz? Nega tinchlikmidi? Yo'q, Bobur akamdi. Adashdimmi? Chiqib menga подписка tashladilar. Yo'q dedi. Uzr, unda adashib ketdimman. Qancha tashladim ekan? Chiqib qaysidir anaqa profilda shunaqa edi-da, qora edi-da, keyin qancha qo'yilgandi, shunga adashtirdim, tamom. Adashdingsan? Da. Adashdim. Chunki bitta anaqaga подписка tashlamagandim. Leoman. Siz ko'p adashgansiz. Da. Uyqum kelyapti, tushunasizlar. Lekin-da, men shunaqa M300 qo'ygandim, tamom. Xuddi shunaqa edi. Просто ko'p kishiga подписка bosgandi. Hozir tozaladim. Shunda siz menga bugun подписка tashladingiz ili yo'q? 11 bo'lib ketdi. O shunaqa edi, 11. Da, 11 edi. Точно 11 edi. Menga подписка tashladingiz ili yo'q? Lekin 11 edi o'sha. Nima o'yin qilyapsizlar? Uyqum kelganda foydalanib, hozir tilim aylanmay qoladi. Mayli, charchamanglar dedi. Xo'p. Meni taniysizmi, Deadpool? Qabul qilmadingiz, obordim. Qatdan qabul qilmadim, men sizni qabul qildim. Undan keyin fanatizda qolib ketdim. Keyin qaytarib oldim men ham. Taniyman. Qanaqa, yaxshi taniysizmi yo unchalik emasmi? O'zim obordim. Kishi qizil shapkachami dedi. Da, qizil shapkacha, sizlar uchun shapka kiyman, qizil shapkamda. Taniyman, birinchi marta ko'rib turibman desam. Ha, mayli, yaxshi. Yaxshi bo'lsa yaxshi. Yaxshi bo'lsa yaxshi. Tishim og'riyapti, pizdes. Unchalik emas bilan yaxshini farqi qanchalik? Yaxshi taniyman. Men ikkita odamdan qo'rqaman, jikarim. Ikkita odamdan shubhalanib, korоче-da. Gapim o'zinglar topib olinglar, xullas. Ikkita odam deb o'ylayapman, to'g'ri. Men unchalik emas unda. Lekin ular jannatim deb yozmasdi-da sizga. Let's go. Shunda let's go mi bu? Men let's go degan odam tanmaganman lekin. Bor, tursiga ol o'zingga, menga katta ipot tashlaguncha topayman. Yaxshi o'tiring. Opa, son sanoqli ko'p bajarani mashinasini unutmang.
Xo'p, masalani yaxshi tomoling. To'xtatib turing, sekinroq gapirib topib olaylik. Xo'p. Jannatim bo'ldim, o'zi real o'qidi eslich. Kapis. Xo'p. Siz boshqa ekansiz demang. Men aytayotgan odam meni anaqa qilmaydi, sizlamaydi, sansiraydi. Gapingiz demaydi. Men butun ishim ketyapti deyvash, qo'rqyapti. Bilol aka, ayting kimligini? Let's go. Men taniyman unaqa akkauntni Let's go degan. Meni qayerdan taniydi? Yaxshi taniyman dot. O'zimga yaqin insonni senlayman deydi. Ketdik degani Let's go. Da, uni bilaman. Lekin anaqa-da, men bu men profil deb bo'lan boya sizdan oldin Let's go deb yozdi-da, o'shancha Let's go deb o'yladim. Uxlab dam oling, yaxshi bo'lgansan. Demak, yaqin insonim emassiz. Nima eshitmaydi.